Internetda hamma gapiryapti. Darknet, deep web bu o'zi nima? Keling hozir bugun darknet va deep web nima ekanligini ko'rib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga manfaatli bo'ladi. Dark web va deep web nima ekanligi haqida bitta misol qilib, icebergni qilaylik. Bitta iceberg bosh qismi, ya'ni o'sha icebergning tepasi clean web. Telegram, YouTube, Facebook shunga o'xshagan narsa, ya'ni Google bilan kirib bo'ladigan narsa. Bu hammasi bir bo'lib, atiga 4% tashkil qilar ekan. Ya'ni biz cheksiz, bepoyon deb bilgan internetimiz atiga 4%. 4%. Endi sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, pastroqda deep web bu yopiq manbali, ya'ni 90% ni tashkil qiladigan, icebergimizning 90% ni tashkil qiladigan internet. U yerda maxsus logerlar bilan birgalikda kirasizlar. Bu yerda kitoblar, hujjatlar, ma'lumotlar hammasi to'plangan yer bu deep web. Endi esa yanada pastroqqa tushadigan bo'lsa, ya'ni icebergning tubiga tushadigan bo'lsa, u yerda dark web. Dark webda nimalar bor? Dark webda butun dunyoning eng isqirt ishlari, o'sha jilkanch ishlarni o'sha dark webda qilishadi. Ya'ni odam o'ldirish, odam savdosi, qurol yarog' sotish, terroristik, plastik kartalarni yasash, guvohnomalarni yasash, hammasi fake o'sha pasportlar, hammanglar ko'rganlar pasportlarni o'sha bayeskinolarda yoki hakkerlar, shunga o'xshagan narsalarda ishlatiladi. Xo'p, agar pulingiz bo'lsa, biron kimni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, biron kimga qotil yo'llashingiz mumkin yoki yasama pul, ya'ni shu soxta pul olishingiz mumkin u yerdan, yoki o'sha guvohlik moddalar, qurollar, hammasini ular pulingiz bo'lsa, agar bitcoinda hamma narsani sotib olsangiz bo'ladi. Eng qizig'i u narsalar atiga dark webning 1/1 qismi ekan. Ko'ryapsiz, 1/1 qismi shunday bo'lgan bo'lsa, qolgan 9% nima bo'ladi? Aytishingiz mumkin. Xo'p, darknet yomon ekan, endi yo'qotib bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Avtolar darknetni u bitta davlatda emas, u butun dunyo bo'lgan, tarqalgan, ya'ni bir qismi boshqa davlatda, bir qismi yana boshqa davlatda, butun dunyoga serverlarni u yoyib tashlagan. Shuning uchun u boshqa saytlarga o'xshagan, uni bittada yo'qotib olish ilojsiz. Bitta joydagi serverni yo'qotsa, ikkinchisi ishlayveradi. Bu degani iloji yo'q, imkonsiz narsa. Uni yo'qotib bo'lmaydi. Shuning uchun u yerga kirishni maslahat bermayman. Nimaga u yerni kibr jinoyatlar to'dasi deyishiga sababli, hakkerlar o'sha ma'lumotlar, o'g'irlangan ma'lumotlarni o'sha yerda bitcoin bilan sotishadi. O'shanga kibr jinoyatlar deyishadi. U barcha u magazinga o'xshagan barcha narsalar bu modda shularga o'xshagan narsa. Hammamiz kutgan narsa, ya'ni dark webga qanaqa kiradi. O'zim birinchi marta kirib ko'rganimda, lekin yomon qo'rqqandim, ko'rganim, chunki buni ichidagi narsalar insonni terini titratib oladigan narsalar bor. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, dark webni shunaqa, ya'ni Tor brauzeri shunaqa negativli brauzer kerak bo'ladi maxsus. Shu orqali IP login qilasiz. O'sha IP login hammanglar bilasizlar. Shuni qisqacha tushuntirib ketaman. IP login bu bitta insonni yana boshqa insonga shaxsini o'zgartirib beradi. Ya'ni siz dark webga IP login bilan kirsangiz, o'sha sizni emas, ya'ni boshqa insonni IP login ko'rsatadi. Shuning uchun IP login qilsangiz, sizni hech kim topib olmaydi. Xo'p, o'sha aytganimdek, o'sha barcha saytlarni o'zining linki bo'ladi. Ya'ni google.com,
kun.uz, kundalik.com shunga o'xshagan dark webda ham o'zini saytlarini o'sha oxirida linki bo'ladi, ya'ni ular uzun bo'ladi, ya'ni iyon, oyon shunaqa bo'ladi. Shunaqa saytlarga kiradigan bo'lsangiz, o'shalar orqali darknetga kirishingiz mumkin. O'zim ham birinchi marta kirganimda birinchi ko'zimni olgan narsa u plastik karta edi. O'g'irlanganmi, bilmayman. Ichida $3000 pul bo'ldi, lekin kartaning narxi $110 bo'ladi. $110 pulingiz bo'lsa, 3000 depozitli karta sotib olsangiz bo'ladi. Bu o'g'irlangan bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Undan keyin bu yerda qurol yarog', guvohlik modda, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Oddiy bir pistolet $2000 ekan. Unda 50 ta o'qi bor ekan. Guvohlik moddalar deysizmi, killerlar, bir qo'shningizni o'ldiradigan bo'lsangiz, buni bilsangiz, chiqib o'ldirib berishadi. Bilan videomiz tugadi. Agar darknetga qanaqa kirishni ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoga like bossangiz, narigi videomiz darknetga qanaqa kirishadi